O'sha mashhur roboklin endi meni uyimda. Xodimlar uyimga kelib, hammasini qanday ishlatilishi kerakligini menga birin-ketin tushuntirib berishdi. Ushbu apparat Germaniyada ishlab chiqarilgan ekan, uyi hamma joyini tozalash uchun barcha jihozlari yetarli. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Bu apparatni ko'rsanglar, plisosinglarni tashlab yuborishinglar aniq. Menga yoqqan tomoni tagida baloni bor, shuni ushlab turasizlar, o'zi mandoq qilib olib ketaveradi. Apparat zo'rligidan darrov ishga tushib ketdim. Xodimlarga issiqqina choy damlab berdim. Choy ichib o'tiribdiringlar deb uylarini tozalab oldim. Boplabmanmi? Oho, changlar bu yoqda meni boplabdi-yu. Ikkala qochoq bo'sh bo'ladi. Bunda suv bo'lganda bilamizni yuvasiz, kir suv aylantirib yuvadi. Shunda apparat qo'yiladi, mana ikkita quloqcha yopiladi. Buni ham quloqchasi bor. Bu uskunasida esa gilamlarni zo'r qilib yuvasa bo'ladigan dahshat. Kirani ko'ryapsizlarmi? Shuncha kir ustida yashaymiz, qaranglar. Endi mebellarni yuvib olamiz, mebellarni yuvish